Assalomu alaykum, Islom Ustoz kanali a'zolari, hurmatli aka-ukalar. Yana bugun Fayzli xonadonimizga bitta darvozamizni olib kelib o'rnatdik. 2 arkali darvoza, xudo xolasa, juda ham chiroyli holatda chiqdi. Bu darvozamizni Bog'dod tumani Amrobod qishlog'iga olib kelib o'rnashtirdik. Nerjvenkalarni ham qalindan qo'yib berganmiz. Holatlarini ko'rib turibsizlar. Juda ham chiroyli darvoza bo'ldi. Bu darvozamiz 2 arkali darvoza. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor aka-ukalar. Razmerlariga keladigan bo'lsak, bo'yiga 381 bo'ldi. Eniga 340, 1 kvadrat metri 900 ming so'mlik varianti. Polniy qalin materialdan eng full darvoza bo'lgan bu. Tunuka fullariga ham tushganini ko'ryapsizlar, mana holatini, xudo xolasa. Sizlarning xonadonlaringizga ham shunaqangi darvoza nasib qilsin. Darvozamizni material qilib beramiz aka-ukalar. Stoykalari 8 2 qalinlik, profillari 6 4 1,5 qalinlikda, listlarimiz 2 lik. Mana ko'rib turibsizlar, chiroyli chiqdi. Mashina o'tadigan joylari shvillar bo'lgan. Ko'chadagi stachkaga tekis qilib berdik. U yoqqa asfalt bosar ekan. Tepalarini ko'rib turibsizlar, havo ochilib yopiladigan joylar, o'tadigan joylar. Eshigimiz 75 sm ochiladi. Darvozaning orqa qismi. Orqa holati ham juda ham chiroyli chiqqan. Oshiq-moshiqlarni ham polni kattadan qo'yib berganmiz mana. O'g'illari safarda turib, ishlarimizni ko'rib, tog'amiz safarda chetda o'zlari ishlarimizni ko'rib, mana kraskalarga bitta baho berib qo'yasizlar, bexijolat kraskalarimizga ham. Hurmatli obunachilar, O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor. Xudo xolasa, chiroyli qilib tayyorlab beramiz. O'zbekiston bo'ylab bemalol murojaat qilaverasizlar.